Ey yo, salom do'stlar. Puls Uz kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Adam. Bugun men qo'limdagi qurollarni ko'rib bu nima qilmoqchi ekan deb o'ylab turgan bo'lsanglar, odam o'ldirmoqchi emas, o'qimoqchiman. Qani ko'ramiz qanaqa bo'ladi. O'zim ham anchadan beri o'qimadim. Hozir o'rmonga kelib olganman. Ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Ketdik. Hozir Paleta Bay degan joyga kelganman. O'qiladigan joyga. Shu yerda hayvonlar ko'p bo'ladi. Qani ko'ramiz. Ketdik. Qani o'zi hayvon topa olamizmi yo'qmi? Qani ko'raylikchi. O'zim ham anchadan beri qilmadim lekin. Boshqa ovchilar ham borga o'xshaydi. Qani bizga non bo'ladimi yo'qmi ko'ramiz qani. Onda bitta hayvon ko'rinib turibdi. Hozir shuni ovlashga harakat qilamiz. Qani u? Yo'qolib qoldimi? Mana. Bittada. Gap yo'q. Nima hayvon ekan? Kaban ekan. Bu joyda 4 xil hayvon bo'ladi. Alen, kaban, sviniya va korova. Bularni sotsa bo'ladi keyin. Sotib pul ishlash mumkin. Bu ma'lumotni bilmaydiganlar uchun, biladiganlar bir kunda ov qilib nech pul ishlagansizlar. Shuni kommentda yozib ketinglar. Keyin qayerda o'q qilasizlar sizlar asosan. Menga shu Paleta Baydagi spawn yoqadi. Paleta Bay, keyin oldingi videoni ko'rgan bo'lsanglar, tosh spawni bor. O'sha yerda ham ozgina hayvonlar chiqadi. O'sha yerga ham borib ko'rishga harakat qilamiz hozir. Yana sekin mashina ham juda sho'x. Xohlagan tarafiga qarab sakragisi keladi. Hayvonjonlar, qani sizlar endi? Qani bir aylanib kulk qilamiz, agar bo'lmasa tosh spawnning oldiga spawnga borib ko'ramiz. Mana hayvon qochib ketdi. Bizga ko'rinmadi. Qanaqadir bug bo'ldi menimcha.
balki ko'ringandir, men ko'rmay qoldimmi. Ko'rganlar bo'lsa kommentda yozib qolinglar, nima hayvon turibdi. Voy, yana qochdi deyapti-yu. Yana qochirib yubordik. Ba'zida shunaqa bug bo'lib turadi, ko'rinmay. Mana alen topdik. Alenjon, kel bu yerga. O'zi ham bitta o'qda yorib yubordik shekilli. Ovozi ham chiqib ketdi baqirgan. Yana qatta hayvon bor. Shu ham bo'lish kerak, chota o'rta hali chiqmabdi. Mana yana alen tushib o'tish kerak. RP qoidalari bo'yicha ov qilishga внедорожник mashina bilan mashinadan tushib o'tish kerak. Agar mashinadan turib ov qilib mashinaga solsanglar, bu RP qoidalari bo'yicha 40 minutga demorginga tiqishi mumkin. Shuni esdan chiqarish kerak emas. Hozircha yomon emas, sal kamroq-u, mayli ko'ramiz qani. Bu yog'iga yaxshi bo'lib qolar. Tepaligi chiqmadimikin? Yo'lda ko'rinmayapti. Pastda. Men bitta boshqa o'chi ham yuribdi. Shu menimcha shunga bu tosh teryapti-yu. Yo'q, hammasini qilyapti bu. Ov qilib tosh terib yoki faqat tosh terayotgan bo'lsa, hayvonlarni qochayotgan bo'lishi ham mumkin. Mana bitta reklamasam o'tib ketdi. Bu ham menimcha ovchi bo'lishi mumkin. Hayvonlarning yoniga borib qo'ysa, hayvonlar qochib ketishi mumkin. Endi boshqa odamlar ham borib qochirib yuborsa, keyingi spawngacha yo'qolib qoladi mana yana. Kel bu yerga. O'g'on temti ko'rinyapti, cho'ta hozir boramiz shu yerga. Mana. O'zi pritselga olganingizda qizil metka bo'ladi. Hayvon bormi yo'qmi taxmin qilib bormikin deb o'ylagan payt o'sha qizildan aniqlab olsak bo'ladi. Yana bitta kaban. Tepani bitta qaraymiz, yo'q bo'lsa tosh spawn tarafga ketamiz. Mamtaki yonib ketibdi o'rmon. Bu yoqda ko'rinmadi. Kimdir urib ketdi. Mamcha bug bo'lgan bu. Bug bo'lgan bo'lsa kerak. Mana. Nega bu kim tashab ketdi bu yoqqa? Tekin alen. Ketdik, endi tosh spavndagi hayvonlarni ko'ramiz. Qani bormi bu yoqda? Mana bu joyda ham bo'lardi. Chota bu yerda ko'p toshchilar yurgani uchun hayvonlarga ahamiyat bermay qochirib yuboradi-da. Shunga bu yoqda kamroq chiqishi mumkin.
qochirib yuborsa yo'qolib qoladi. Ko'p vaqtga emas, shu 5-8 minut atrofida yana chiqadi. Bu yerda ko'rinmadi. Kapotimiz tushib qoldi-yu. Hozir pastiga spawnni urib bo'lganmiz, tepaga kelish kerak spawn. Qani ko'ramiz. Tepada ham alien olib ketdik lekin. Bitta yo'q. Ichkariga kirib ko'ramiz qani. Cho'tta bizadan oldin kimdir urib ketadi, anta bitta hayvon ko'rdim. Agar turgan bo'lsa shuni uramiz. Kimdir bizadan oldin o'ylab yuribdimi deb o'ylayapman. Anta sigir bor ekan, mana sigir. Sigircha bu yoqqa kel. O. Hozir tosh spawniga ham borib ko'ramiz. Qani u yoqda hayvonlar chiqdimikan yo ovchi ko'payib ketdimi? Sekin suvga emas faqat mayli bo'ladi. Quruqlikka tushsa ham bo'ladi. Suvga ham o'zi ancha bor ekan. Nima qilyapti u? Plus o'q qilish ham qiziq lekin. Bu yoqda yo'q. Bu yoqni ko'ringlarchi. Qochirib yubordik. Suvga emas. Voy. Xudoga shukr, suvga tushib ketmadik. Hayvonlar. Qani sizlar? Qani ko'raylikchi, bu yoqda bo'ldimikan? O'nta ko'r. Bu yoqdagi ko'rinmabdi mana. Buni ochishimiz kerak. Kabanchik ketdik.
Qani bir tepani qarab chiqib, o mana yana. Mashinada kelsam bo'lar ekan. Qani, o mana yana. Spawn yaxshilanib qoldi. Yana mashinada ketmadim. Qani, ke. Seni o'zim bilan olib ketaman. Buzoqcha. Ashtada ham bo'lishi mumkin. Hayvon qochirdik, bizga ko'rinmadi. Qani o, alen. Endi mashinada tushamiz. Yana bormi? Hozircha yo'q. Qani boyga. Meniki menimcha shu. O, kaban. Qani kaban. O, alen. Yomonmas. Kela qol alenjon. O, свинья. Qani. O, alen chiqibdi yana. Şuradan ota olaymizmi? Hop. Bo'larkan. Alenmi bu da bu sigirmidi yoki?
Qani. Sigir. Qani. Ne olmayamiz buni? Bak bo'ldi. Shunaqasi ham bo'lib turadi o'rtoqlar. Harakat qilib ko'raylik yana. Bo'lmadi. Tepada yo'q. Bu tarafda yo'q. Bu yoqda ham yo'q. Bu yoqda ham yo'q. Xullas shu bilan ovni tugatdik. Hozir borib ko'ramiz qani nech pul yo'q qildik. Birinchi men bu tushga topshiradigan joyga borib ko'raylik. Og'ayni ko'zga qarab yursiz bo'lmaydimi? Men oldinroq ham qilgan edim. Hozir bu yo'lga sotsak 418 ming pul to'lar ekan. Hop. Pochtaga borib ko'ramiz. Qani pochtada qanaqa? Departament sherifa. Nima bo'lyapti? Hop, bu yoqda 13 mingdan karovaga. Hop, 13 mingdan desak buni ham 16 ta. Hop, sviniyaga order yo'q, 20 ming turibdi. Kabanga ham order yo'q. Taxminan bizda shunda nechta tushamiz bor? 12 plus 7 plus 12 plus 4. 13 mingdan sotsak 455 ming. Buni pashti bir xil ekan. Pochtaga sotsak, sotganimiz bilan tushi oladigan joyga sotganimiz lushi naqdga shu tushaga sotaveramiz. 418 mingga hamma tushalarimizni sotib yubordik. Xullas shu do'stlar, mana ov qildik qo'ldan kelgancha. Yomon emas, ov qilish ham yaxshi pul ishladik menimcha. Shu bilan videoni tugatamiz. Podpiskani bosib qo'ying, like bosinglar, do'stinglarga ulashib qo'yinglar. Kim ov qilib nechta pul topganini kommentda yozib ketinglar. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.